Assalomu alaykum, hurmatli podpischilarimiz. Navbatdagi pasiyentimiz bizga oyoqdagi yurishdagi muammolar bilan murojaat qilishgan. Muhammad Ali 2023-yilda tug'ilgan. Bizga kelgan paytda ikkala oyoqlarini faqat uchlarida qadam tashashga, yurishga, qiynalishga shikoyat bilan kelishgan. Mana bularga botulinum terapiya amaliyoti o'tkazganmiz. Hozir o'zlaridan natijalarni bilamiz. Olingandan keyingi natijalar qanday bo'ldi? Siz bunaqa o'zgarish kutganmidingiz? Men darag'onga ishonmadim. Endi misol ayam shuradi, siradi, to'g'ri yerga tegmasa kerak, natijalar bu bukunlarda olib keyin bo'lsa kerak deb o'yladik. Xudoga shukr, 3 kundan keyin o'zi ayog'ini tomonida ayachib yurardi. Sirasi tomon tushdi. Yurishga Xudoga shukr, hozir qiynalmayapti. Oldin ayog'ini yursa, ba'zi finali ba'zi tortsa, finalda bola yuzidan tortib qolardi. Qiynalardi. Xudoga shukr, endi mana salmosi ham polni tomonlari mana tegdi. Yurishga misol qo'lda ushladik, mana natijasi ular sekin-sekin mana tegdi mana tomon. Bizga kelgan paytda faqat ayog'ini juda yurardi. Ayog'ini juda tomonlari tegmasdi. Tomon tegmadi. Hozir 3 kunda tomonlari tushgan. Bugun 12-kuni qayta ko'rikka kelishgan. Endi Xudo xolasa elfga muolajalari bilan davom ettirishsa, bolani mustaqil yurishiga erishish mumkin bo'ladi.